Demak, sen o'rdakburun bo'lib tug'ilding va mana nima uchun seni hayoting rasvo. Avvalo, sen boshqa sut emizuvchilar kabi tug'ilmaysan, tuxumdan chiqasan, xuddi tovuqdek. Tashqi ko'rinishing esa umuman tushunarsiz. Eng aniq ta'rif bu oyoqli chuvalchang. Sen juda kichkina, yalang'och, ko'r va butunlay ojizsan. Ovqatlanmoqchimisan? Bu ham oson emas. Urg'ochi o'rdak burunlarda ko'krak bo'lmaydi. Ya'ni sutni odatdagidek ichib bo'lmaydi. Sut bevosita teri orqali ajraladi va sen uni jun ustidan tomchilab, yalab ichishga majbursan. Aytgancha, bularning hammasi to'liq qorong'ilikda sodir bo'ladi. Onang inga kirishni berkitib qo'yishga majbur. Chunki ichkaridagi mikroiqlim sening yashab qolishing uchun juda muhim. Aynan shu bosqichda seni hayoting nihoyatda nozik bo'ladi. Harorat ko'tarildi, o'lim. Biroz tushdi, o'lim. Namlik ozgina o'zgardi, o'lim. Kuchli yomg'ir yog'sa, o'lim. Shu sababli bu davrdan omon chiqish ehtimoling, yumshoq qilib aytganda, juda past. Faqat 4 oydan keyin yetarlicha kuchga kirib, jun bilan qoplanib olganingdan so'ng nihoyat qorong'ilikdan chiqib, birinchi marta quyosh nurini ko'rasan. Endi esa nihoyat mustaqil ov qilishni o'rganasan. Chuvalchanglar, lichinkalar, mayda qisqispaqa-zumollar sening asosiy ovqating. Lekin vaqt o'tib yana bir narsani tushunasan. Nafaqat tabiat seni turli hayvonlarning qoldiqlaridan yig'gandek tuyuladi, balki tanangda muhim narsalar ham yetishmaydi. Masalan, tishlar va oshqozon. Sening qizil o'ngaching to'g'ridan-to'g'ri ichakka ulangan. Tumshug'ingdagi shoxsimon plastinkalar tish vazifasini to'liq bajara olmaydi. Sen majburan tuproq bilan ovqatlanasan. Mayda toshchalar ovqatni maydalashga yordam berishi uchun.